Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi B plani bormi deb Bektosh aka, masalan yoki albatta Eron xalqi hokimiyatini ag'darib tashlab biz tomonga o'tib ketadi deb o'ylashganmidi degan savol birinchisi Bektosh aka. Endi hammasini umumlashtirib beraman. Keyingisi, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi demokratlarning bugun pozitsiyasi qanday? Ko'rinishdan xuddi urushga qarshidek. Aslida ham shundaymi yoki faqatgina respublikachilarga muxolifat bo'lgani uchunmi? degan mana shu umumiy. Rahmat, hurmatli do'stlar. Demak, Donald Trampning haqiqatda B plani bo'lganmi degan savolga men unday javob bera olmayman. Chunki B planining o'zi yo'qligi ko'rinib qolyapti-da. Biz ko'pchilik so'rayapti. Sabab nima? Qarang, urushga kirishishdan oldin Amerika Qo'shma Shtatlari doimo birinchi navbatda juda katta harbiy kengash, Pentagon bilan doimiy maslahatlashuvlar, konsultatsiyalar, vaziyatni o'rganish, vaziyat tahlili va bu yerda turli xil ssenariylar asosida ishlab chiqiladigan, demak katta bir strategiya asosida ishlaydi bir joyga urush qilish uchun. Donald Trump muzokaralarga asosiy kuchni beraman dedi. Muzokaralar o'xshamayotganligini bahona qilib, demak bu yerda ko'proq Benyamin Netanyahuning bosimi ostida deyilyapti birinchisi, chunki urush ikkita omil asosida deyildi-da. Birinchisi Benyamin Netanyahuning bosimi, ikkinchisi Epstein faylaridan jamoatchilikning fikrini olib qochish. Ya'ni ikkita asosiy motivda Donald Trump urushni boshladi va Donald Trump B planni o'ylashga vaqti ham bo'lgani yo'q, unga bir rejalashtirgan ham yo'q. U o'ziga shu darajada ishongan ediki, mana buncha Tomahawk raketamiz, mana buncha samolyotlarimiz va Isroilning bu yerdagi 200 lab samolyotlari Ironni kun-payakun qilib tashlaydi 2 kunning ichida deb hisoblagan edi va bu yerda o'zlariga o'ta yuqori baho berib yuborgan edi. Lekin vaziyat Donald Trump kutganchalik bo'lmayapti va buni Donald Trumpning o'zi ichidan tan olsa-da, endi Amerika Qo'shma Shtatlari va xalqaro hamjamiyat oldida uyalish hissi bor-da. Ya'ni men mag'lub bo'lib chiqib ketgan bo'lmayin, bu yerdan nimadir qilishim kerak-ku qabilida ish tutyapti hozir. Aniq bir strategiya yo'q, hattoki harbiy strategiya yo'qligini sobiq harbiylari tan olyapti bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida. Ya'ni katta o'sha nufuzli generallar aytayapti, biz bilan maslahatlashilgani yo'q. Biz bilmaymiz ham buni urush qilishini va bu urushda aniq bir reja yo'qligi ko'rinib turibdi qabilidagi bayonotlar tarqatilyapti. Demak, bundan xulosa qiladigan bo'lsak, Donald Trump Yaqin Sharq borasidagi kuchli harbiy bilimlarga, strategiyaga, taktikaga ega bo'lgan harbiy elita bilan maslahatlashmagan. Bu birinchisi. Ikkinchi savolingiz, demokratlar masalasi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlarida albatta demokratlarning endi bitta tomoni bor-da, hurmatli muxlislar. Amerika Qo'shma Shtatlari unday qilyapti, Amerika Qo'shma Shtatlari bundoq qilyapti deb butun dunyoning ko'plab ekspertlari biz gapirishga moyilmiz, lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida ham o'ta insonparvar, xalqaro huquqqa juda qat'iy sodiq qolishni yoqlab chiqadigan, Amerika Qo'shma Shtatlarining turli xil jinoyatlar qilishiga yo'l qo'ymasligi tarafdori bo'lgan siyosatchilar nihoyatda ko'p, keragidan ham ortiq, keragidan ham ko'p. Faqatgina bugun ular hokimiyatga ta'sir etish mexanizmi kamayib ketgan. Ko'rib turibmiz namoyishlar yoki harbiylarning chiqishlari. Yaqinda o'sha kongressda bir harbiy kishining katta bir janjal ko'targanligi va hattoki uni politsiya olib chiqib ketish jarayonida eshikning orasiga qo'li qisilib qolib, qo'li sinib ketganligi va u nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Isroil uchun urushishi kerak ekan, biz Isroil uchun urushni xohlamaymiz degan chaqiriqlar, u o'ylamanki bitta odamda, ikkita odamda emas, Amerika jamoatchiligi juda katta. Va demokratlarda ham bor, respublikachilar ichida ham bor, partiyasizlarda ham bor, harbiylarda ham bor, jurnalistlar, professor, olimlar, ekspertlar, hammaning ichida bunday fikrlovchilar juda ko'p. Lekin ularda bugun Donald Trump siyosatiga jiddiy ta'sir ko'rsatish olish mexanizmi yo'q xolos. Mana ekranda ko'rib turibmiz, ana o'sha harbiyning nima qarang, mana qo'li sinib ketadi hozir, ana qars etib ovoz ana sindi, qo'li sindi, afsuski. Bu juda bir ayanchli holat. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'sha bu AQSh uchun urushgan odamda bu. AQSh uchun urushgan odam. Buning
fikri nima bo'layapti, buning chaqirig'i nima bo'layaptiki, biz Isroil uchun urushmaymiz, Eron bilan urushish kerak emas deyapti va buni politsiyachilar zo'rlik bilan mana olib chiqib ketayotganligi. Hech qanday hurmati yo'q. Albatta, ko'rdingizmi? Afsuski mana shunday holat bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ko'p va bunday holatlar bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining jamoatchiligini jiddiy larzaga solyapti va bungacha ham ko'rdikku, o'sha migrantlarni olib chiqib ketish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zlarining fuqarolarini otib tashlash bilan bog'liq holatlar. Bular hali qachondir ochiladigan bir jinoyatlar safiga ham kirishi mumkin, hurmatli muxlislar. Shuning uchun bu yerda demokrat bo'ladimi, respublikachi bo'ladimi, Donald Trampning mana shu siyosatidan o'ta norozi bo'lgan va Amerika Qo'shma Shtatlarining manfaatlariga bu mos kelmasligini takrorlab o'tayotgan juda ko'plab jamoatchilik vakillari bor va ular demokrat bo'lganligi uchun emas, ular haqiqatda o'sha insoniylik, gumanizm nuqtai nazaridan yondashyapti va biz buni ko'rib turibmiz. Rahmat. Xo'p, marhamat, iloji bo'lsa mavzu yuzasidan savollar bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, demak, xo'p. Bektosh aka qo'rqinchli savol berishyapti. Agar Eronda yadro quroli yaratilsa, Yaqin Sharq urushlari to'xtaydimi deb so'rashibdi. Endi men bunday deb o'ylamagan bo'lar edim. Yadro qurolini hozirgi kunda yaratish imkonsiz. Toki Eronga to'g'risini aytaylik, birov olib kelib bermasa u narsani. Chunki bu yerda Eron Islom Respublikasining ba'zi bir bergan bayonotlari, pozitsiyalariga nisbatan nomaqbul ish bo'lib qolgan bo'lardi. Nima uchun? Shu paytgacha Ali Xomanaiy tomonidan chiqarilgan fatvoda Eron yadro quroliga ega bo'lishi mumkin emas. Bizning dinimiz ommaviy qirg'in qurollarini yaratishga qarshi degan fatvo chiqarilgan edi va bu fatvoni yolg'on ekanligini go'yoki isbotlab qo'yib, demak, bularda mana yolg'on ekan-ku deyish uchun asos bo'ladi. Shuning uchun Eron tomonida bunday qurol hozircha yo'q va yaqin kunlarda yaratilmaydi ham, bunday ayniqsa bu urush sharoitida. Shuning uchun agar men aytayotganim, agar mabodo kimdir bir davlat yashirin yo'llar bilan yetkazib beriladigan bo'lsa va buni Eron tomoni demak shar'iy jihatdan isbotlasa, biz buni bunday qurolni faqatgina o'zimizning himoyamiz uchungina boshqa mamlakatdan olishga majbur bo'ldik desagina urush to'xtashi mumkin. Lekin bu Eronga birinchidan hech kim hozir yadro qurolini berishga tayyor emas. Ikkinchidan Eronning reputatsiyasiga to'g'ri kelmaydi. Uchinchidan Eronda yadro qurolining paydo bo'lishi Isroildagi yadro qurolining ishga tushishiga va demak yadro urushiga aylanishi mumkin va bu holat hozirgidan-da juda katta halokatli bo'lishi mumkin va bunday fikrdan, hurmatli muxlislar, men anchayin yiroqman, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Hop. Urushning uzoq davom etishi Rossiya va Xitoyga qanday ta'sir qilishi mumkin yoki Rossiya va Xitoy oxir urushga ta'sir qilib qo'yadimi Bektosh aka? Rossiyaga urush qanchalik cho'zilsa shunchayin yaxshidik. To'g'ri, ba'zi bir muammolari bor. Rossiyaning janubga chiqish, Janubiy dengizga chiqish imkoniyati yo'q. Janubiy dengizga faqatgina u Eron orqali chiqa olardi. Bundan tashqari Busher atom elektr stansiyasini qurilishi boshqasida Rossiyaning juda katta investitsiyasi tikilgan va Rossiya Iroqdagi investitsiyasidan ajralgani yetmaganday Erondagidan ham ajralib qolishni xohlamaydi. Chunki Iroqda Lukoilning juda katta investitsiyasi tikilgan edi va demak u bugun mana bu sanksiyalar fonida demak barbod bo'lish ehtimoli yuqori bo'lib turibdi. Bu yerda ham xuddi shunday. Demak, ikkita asosiy manfaati yo'qoladi, lekin Rossiya taroziga qo'yib ko'radi. Demak, janubga chiqishdan qancha foyda, Busher atom elektr stansiyasidan keladigan foyda, lekin bu yoqda g'arb mamlakatlari yoki boshqa mamlakatlar neftning qimmatlashuvi fonida Rossiyaga go'yoki bir yalingan holatda Rossiyaning neftini olishi Rossiyaga qanday imkoniyatlarni beradi? Bunday imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, Rossiya imkon qadar urushni cho'zishga harakat qiladi. Qanday qilib? Eronni qo'llab-quvvatlash evaziga. Eronni qancha qo'llab-quvvatlasa, Eron shunchalik ko'p urushni cho'zishi mumkin-da, qudratga ega bo'lib. Chunki Eronning aytib o'tdik-ku, bugungi texnologik imkoniyatlari anchayin mo'rt. Xitoy uchun esa bu juda katta zarar. Chunki Xitoy mutaxassislar aytayapti-ku, Xitoyning 3 oylikkina zaxirasi bor, neft zaxirasi. 3 oydan keyin u demak zaxirani ishlatib bo'ladi. Keyin esa o'sha nafaqat zaxirani to'ldirish, umuman bugun Xitoy juda katta neft importyori hisoblanadi va demak neft importyori sifatida asosiy neftni
Venesueladan olayotgan edi. Venesueladan demak qimmat narxda olishga to'g'ri keladi. Yaqin Sharq arab davlatlaridan olishning imkoniyati yo'q va bittagina imkoniyat Rossiya qoladi va Xitoy qanchalik Rossiya bilan yaqin bo'lmasin, Rossiyaning neftiga butunlay bog'lanib qolishni xohlamaydi. Chunki boshqa joylardan ham, ya'ni 30-30 qilishni xohlaydi-da u. Shu nuqtai nazardan Iron esa bu urushning tezroq yakunlanishidan manfaatdor, lekin Ironning g'alabasi bilan. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari g'alaba qozonib, Ironda Amerika Qo'shma Shtatlariga moyil hukumat shakllanishi Xitoyning manfaatiga to'g'ri kelmaydi. Chunki agar bunday holat ham ro'y beradigan bo'lsa, dunyo neftiga xo'jayinlik Amerika Qo'shma Shtatlariga o'tib qolgan va bu yerda Xitoyga jiddiy zarba yetkaziladigan, iqtisodiy jihatdan zarba yetkaziladigan holat vujudga kelishi mumkin va Xitoy imkon qadar Ironning g'alabasi bilan, hech bo'lmasa kuchlar teng nisbati bilan urush yakunlanishini va Hormuz bo'g'ozi tezroq ochilib, bu yerdan demak dunyo energetika bozoriga neft, gaz tezroq chiqib ketishini xohlaydigan mamlakat. Rahmat Bektosh, endi keyingi savolga o'zim aytib ketaman. Ya'ni Eron osmonida o'sha zaharli bulutlar shakllanib Markaziy Osiyo tomon harakatlanyapti. Turli ommaviy axborot vositalarida bu xabar chiqmoqda. Bu to'g'riliklar, keyin bunga rasmiy organlarning javobi bor. O'zgidrometning javobi, demak, xo'p, kislotali yog'inlar atmosferada oltin gugurt oksidlari va azot oksidlari uzoq vaqt davomida to'planib, bulutlarda suv bug'i bilan kimyoviy reaksiyaga kirish natijasida hosil bo'ladi. Bunday jarayonlar asosan yirik sanoat hududlari va to'g'ridan-to'g'ri chiqindi manbalari yaqinida kuzatiladi. Havo massalari uzoq masofalarga ko'chishi jarayonida ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasi atmosferadagi turbulentlik, vertikal aralashish, quruq va nam cho'kish jarayonlari ta'sirida keskin kamayadi. Shu sababli manbadan minglab kilometr uzoqlikda xavfli darajadagi kislotali yog'inlar shakllanishi deyarli mumkin emas, deyiladi O'zgidromet izohida. Bundan tashqari, yog'inlarning hosil bo'lishi mahalliy bulut hosil bo'lish jarayonlari bilan bog'liq bo'lib, yog'inlar asosan hudud ustidagi atmosferada mavjud bo'lgan suv bug'i va aerozollar hisobiga shakllanishi qayd etilgan. Meteorologik kuzatuvlar va atmosfera havo sifati monitoringi ma'lumotlariga ko'ra, kislotali bulutlarning O'zbekiston va qo'shni davlatlar hududiga ko'chib kelish xavfi kuzatilmayapti. Shu munosabat bilan ommaviy axborot vositalarida tasdiqlanmagan va yolg'on ma'lumotlarni tarqatmaslikni hamda faqat rasmiy manbalarga tayanishni so'raymiz. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on va tasdiqlanmagan ma'lumotlarni tarqatish uchun amaldagi qonunchilikda javobgarlik belgilanganini eslatib o'tamiz, deyilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, demak, bu tasdiqlanmagan xabar. Ya'ni Erondan mana shunday zaharli bulut yetib kelyapti degan. O'zi bugun ertalabdan chiqishni boshladi u Bektosh aka. Albatta. Biz ham mutaxassislarga bu bo'yicha o'zi murojaat qilgan edik. Ya'ni hatto bir mutaxassis aytdilarki, o'zi bir yomg'irdan keyin bu joyga tushib ham ketadi deydi. Shuning uchun O'zbekistongacha yetib keladi degan narsa yo'q va buni juda ham xursandmiz. O'zgidromet ham rasman bu narsani ma'lum qilib qo'yganini.